Assalomu alaykum hammaga. Bugun Instagramdagi qiziq va foydali videolarni ko'rib, tahlil qiladigan video rubrikamiz. O'sha Instagram profilimga yoqaman, ichiga kiraman va o'sha yig'ib qo'ygan videolarimdan ko'rib gaplashib chiqamiz. Xo'p, Instagram profilimga kirsak, yig'ib qo'ygan har xil bo'limlarim bor va bugun o'sha bitta o'zim yoqtirgan bitta bo'lim words to think, fikrlash uchun gaplar, so'zlar bor. O'shani ko'rib, asosan tekstli bo'ladi. O'sha tekstdan tarjima qilib, fikrlab, mulohaza qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ko'p videoni bir chekkadan sekin boshlab ko'rib chiqaveramiz vaqtimiz yetganicha. Birinchisini ko'ramiz. Marcus Aurelius tomonidan yozilgan gap ekan, aytilgan gap. Rim imperiyasini qaysi davrda imperator bo'lgan. Think of yourself as a dead. Oldies deb hisoblaydi. Oldies deb o'ylang o'zingizni. You have lived your life. Umringizni yashab bo'ldingiz deyapti. Now, take what's left and live it properly deyapti. Endi o'sha nima o'rgangan narsangni esdan chiqar, o'sha hamma narsani esdan chiqarib, to'g'ri yashashni boshla deyapti. Oddiy gap, uch qator gap, lekin juda ko'p ma'no bor ichida. Tasavvur qiling, oldies bo'ldi. Endi yashab bo'ldingiz. Endi to'g'ri yashang deyapti. Asosan filosof hisoblanadi, faylasuf hisoblangan juda ko'p mashhur gaplari bor. Juda kuchli faylasuf, o'shaning uchun ham bu aytayotgan gaplarda o'zi chuqur ma'no bor. Bu o'zimdan qo'shib aytadigan bo'lsam, bu misolni juda ko'p boshqalarga aytardim. Tasavvur qil, ertaga oxirgi kuning bo'ldi yoki bugun oxirgi kuning bo'ldi, hamma esdan chiqaradi. Misol, ota-ona ham, qarindosh ham, do'sti, birodar ham hamma 3 kun yig'lar, ma'rakalar o'tkazishar, keyin bo'ldi, sen haqingda unutishadi, sensiz hayot davom etaveradi, unutmasa ham. Endi to'g'ri yasha, o'zing uchun yasha, o'zing bilib to'g'ri yasha, birovlarning fikrini o'rganmasdan, e'tibor bermasdan, birovlar uchun yashashdan ko'ra o'zing uchun yasha. Mana 30 yil umring, 40 yil, 50 yil umring ketdi, tasavvur qil, shu umr bo'ldi. Endi undan uyog'iga yana qayta tug'ilib qolsang, bilarding, Asha vaqtim bo'lganda boshqatdan qilardim degan fikr bo'ladi. Yoki to'g'ri yashaydim, yana ozgina vaqt bo'lsa degan. Shuning uchun to'g'ri yasha degan ma'noda o'zing tasavvur qil, olding nimaga qiziqarding, nima qilish xohlarding, qanaqa maqsadlaring bor, o'shalarni qilib boshlagin. Aslida juda ko'p narsani tushuntirsa bo'ladi, men hozir yetkazib bera olmayman, balki sizlar o'zingizlar to'g'ri ma'nosini tushungandirsizlar. Keyingi videoni ko'ringlar. No matter your age, yoshingdan qat'iy nazar, you will always wish you started younger. Har doim oxirroq boshlasam bo'larkan deb fikr o'ylaysan deyapti. But today is the youngest you will ever be again deyapti. Lekin hozir, bugun boshlashing mumkin bo'lgan eng yosh payting deyapti. Juda kuchli gap bu ham. Ko'pchilik 3 yil oldin sportni boshlasam bo'lar yoki tilni o'rganishni boshlasam bo'lar yoki men sohani o'rganishni boshlaganimda hozir zo'r bo'lardim deydi. Hozir boshla, 3 yildan keyin yana afsuslanasan, o'sha 6 yil oldin emas, yana 3 yil o'tgandan keyin 3 yil oldin boshlasam bo'lar ekan degan. Shunaqa ma'noda hozirgi payting boshlashing mumkin bo'lgan eng zo'r payting, eng yosh payting deyapti. Afsuslardan chekishdan foyda yo'q. O'tmishga qarashdan foyda yo'q. Mandir o'zgartirmoqchimisiz, nimagadir erishmoqchimisiz, hozir boshlang, ertaga afsuslanmaysiz. Juda ko'p aksariyat insonlarda o'sha payt bekor tashab qo'ygan ekanman, shu payt bekor boshlamagan ekanman. Mana Bitcoin zo'r bo'lib ketdi, Bitcoinni aniq payt olib qo'ysam bo'lardi, 2001 chiqqan payt 2012-yil olib qo'ysam bo'lardi degan ko'pchilikda gap bor. 2018da olganda ham hozir ancha yaxshi bo'lardi. Masalan, kriptoni misolida ko'pchilik tushunish uchun aytaman. 22-yilda olganda ham hozir misol 60 mingdan 100 minggacha ko'tarilgan. Hattoki 2025-yilda o'sha 80 mingga tushganda olib qo'yganingizda hozir 100 ming bo'ldi, yana 20 ming ustiga qo'ydi. Chunki hech qachon kech vaqti bo'lmaydi. Hozir boshlashingiz bu eng zo'r, eng yosh paytingiz demoqchi. Bitcoin masalasida juda yaxshi misol bermagandirman, lekin til, ish, kasb, munosabatlarni o'rnatish, sport, shu narsalarda foydalanib qo'llasangiz bo'ladi. Keyingi gapni ko'ramiz. Pick something you would do for free. Tekinga qilishing mumkin bo'lgan narsani tanla deyapti. Tekinga nimani qilarding deyapti. Kasb, ish bo'yicha deyapti.
and make that your career. Va o'shani o'zingni kasbing qil deyapti. And you'll never live a sad day in your life. Va sen hech qachon bir kun ham o'sha g'amgin kuningni o'tkazmaysan. O'sha sevgan ishingni qil degan ma'noda aytayapti. Qisqacha aytadigan bo'lsa, qo'lingizdan nimani keladi va nimani mazza qilib yaxshi ko'rib qilgan bo'larsiz. Kimdir rasm chizish, kimdir mashina haydash, kimdir o'yin o'ynash, kimdir har xil hobbi bo'lishi mumkin, kasb bo'lishi. O'shani o'zingga yoqqan narsani karyerang qilsang, kasbing qilib olsang, bir kun ham g'amgin siqilib ishlamaysan deyapti. Bu endi juda mashhur gap. O'zingga yoqqan ish qilsang, bir kun ham ishlamaysan degan gaplar ham bor. Shunaqa ma'noda aytayapti. Bu inson o'sha mashhur olim hisoblanadi. Mana shunaqa motivatsion gaplari ham bor. Keyingi videoni ko'ramiz. I had to stop giving a fuck about people. Goggins gapi shu boshqalarni aytayotgan gapini e'tibor bermaslikka to'xtatishim kerak edi deyapti. To'xtatganman deyapti. Give a shit what people say. I never did. That was the Magregor gapini qo'shib qo'yishadi. Boshqalarning gapiga umuman e'tibor bermayman. Oldin ham e'tibor bermagan, hozir ham e'tibor bermaganman, keyin ham e'tibor bermayman deyapti. Qayg'urmayman deyapti-da. Farqi yo'q birovlar nima deyishi orqamdan. biggest thing. I had to stop caring what people thought about me. Eng katta muammo, eng katta narsam deyapti. Boshqalar men haqimda nima o'ylarkin deb o'ylashi yoki nima deb o'ylayotgan, gapirayotgan gapini chiqarib olishim kerak deyapti. realized that everybody's fucked up. O'sha hamma o'zida muammosi borligini tushunib yetganman deyapti. Hamma o'zida qanaqadir muammosi bor, birov o'sha hamma o'zi uchun yashaydi, hamma muammosi bor, u gapiraveradi, u farqi yo'q deyapti. U birovga qarab yashash ma'nosiz degan ma'noda. What people say does not matter to me because whatever you do in life, good or bad, there's always going to be somebody. Shu birovlarning gapi foydasi yo'q deyapti. Yaxshi ish qilsang, yomon ish qilsang ham, yaxshi kun, yomon kunda ham hammada o'zining muammolari bor, o'zi gapiraveradi deyapti. Gapirishdan to'xtashmaydi deyapti. You doing good? They got something to say. Mayweather, Floyd Mayweather juda mashhur boksyor. Yaxshi ish qilsang, odamlar nima deyishga gap topadi deyapti. If you doing bad, they got something to say. Yomon ish qilsang, yomon natijaga erishsang, baribir gap topishadi deyapti. Don't listen to anyone. Everybody Dana White hech kimning gapiga quloq solma deyapti. is full of shit. Nobody knows you Hammaning o'zining muammosi bor, hech kim san haqingni bilmaydi, hech kim to'g'ri yo'lni or bilmaydi. what you're capable of doing. San nima qo'lingdan kelishini, nima qilayotganingni hech kim bilmaydi. Nothing Nima qilayotganingni hech kim bilmaydi. external can defeat the internal. Nothing external is strong enough. It's just about making sure your internal dialogue and your internal belief in yourself is strong enough. Hech nima sani ichki holatingni, ichki qobiliyatlaringni tashqi tarafdan kelayotgan gaplarni ma'nosida aytayapti. O'zgartira olmaydi agar ichki o'zing bilan bo'lgan suhbating, o'zing nima xohlayotganing, o'zing qo'lingdan nima kelishini to'g'ri bilsang, to'g'ri tahlil qila olsang, to'g'ri yo'nalish ko'rsata olsang, o'sha tashqaridagi bo'lgan omillar senga hech qanaqa ta'sir qila olmaydi deyapti, ichki omillaringga. Shu gaplar menimcha ta'riflashga ham joiz yo'q. Keyingisini ko'ramiz. If you don't have ideas, read. Agar g'oyalar bo'lmasa, o'qi deyapti. Agar g'oyalar kelmasa, nima qilishni bilmasang, o'qi deyapti. If you have ideas but cannot articulate them, write. Agar g'oyalaring bor, lekin uni yo'naltira olmasang, qobiqqa tushira olmasang, tushuna olmasang, yoz deyapti. O'sha ko'proq yozgin deyapti. If you have ideas and have the clarity to execute, build. Agar g'oyalaring bor va uni qo'llashga tasavvuring bo'layotgan bo'lsa, o'sha narsani qil, qur deyapti. Dan Koye, bilmayman kim u, mashhur yozuvchimi, kim bo'lganligini bilmayman. Kuchli narsa, o'zingiz nima g'oyalar kelishni bilmasangiz, o'sha qayerdan g'oyalarni olaman, qanaqa o'zgaraman desangiz, kitob o'qing, boshqa narsa, maqolalar o'qing, boshqalar bilan gaplashing, o'shanda boshqalarning g'oyalarini, boshqalarning fikrlashini olib, o'zingizdagi fikrlashlar, o'zingizdagi dunyoqarash shakllanish boshlaydi. Agar g'oyalaringiz bor, lekin ularni yo'naltira olmasangiz, nima xohlayotgan ko'p g'oyalar bor, qaysi biri meniki, qaysi biri to'g'ri yo'lligini bilmasang, yoz deyapti. Yozish ham juda kuchli narsa. Yozayotganingizda yozish qanchalik qiyinligini tushunasiz va miyangiz 3-4 barobar kuchliroq ishlab, haqiqiy o'zingizdagi nima xohlayotganlaringizni qog'ozga tushirganingizda qiynalib, o'sha tochkasiga urib, o'zingiz nima xohlayotganingizni ko'proq tushunib yetishni boshlaysiz. Va o'sha g'oyangiz ham bor, maqsadingiz ham bo'lgandan keyin o'shanga harakat qiling deyapti, harakat. Kuchli gap, keyingisini ko'ramiz.
Ahmoq inson har doim bitta joyda qoladigan inson deb aytayapti. Har doim bitta joyda qoladigan inson bu ahmoq inson deb aytayapti. Voltaire bilmayman kim inson. Juda chiroyli aytgan, juda gap aytgan. Bitta joyda qolyapsizmi, bu pastga tushasiz degani. O'shaning uchun har doim yangi narsa o'rganayotgan, yangi narsa harakat qilayotgan bo'lishingiz kerak. Shunaqa ma'noda. Keyingi videoni ko'ramiz, gaplarni. Train your mind to see the good in everything. Positivity is a choice. Fikrlashingiz, dunyoqarashingizni hamma narsada yaxshilikni ko'rishga trenirovka, mashq qiling deyapti. Pozitiv bo'lish, hamma narsada yaxshilikni ko'rish, bu vыбор deyapti. O'zbekchasiga tanlov. Pozitivniy bo'lish o'zbekchasiga tarjima qila olmayman. Xullas, hamma narsada yaxshilikni ko'rib, hamma narsada to'g'ri harakat qilib, yaxshi настроенияda bo'lish bu tanlov degan ma'noda. Hamma narsada yaxshilikni ko'rishi rostdan ham ko'pchilik bila olmaydi. Ko'p narsada hammaga o'xshamaydi. Men bu yomon, bu yomon. Hamma narsada birinchi yaxshi gumonda bo'lgan degan gap bor. O'shani ham asosiy bo'ladi. Hamma narsada yaxshi gumonda bo'lish kerak. Hamma narsada qiyinchilik yotdim, o'shani bu qiyinchilikdan keyin osonchilik keladi yoki o'shanda mushkulingiz, qiyinchiliklar osonroq kechadi. Yoki qanaqadir mushkullik tushsa, sinov tushsa, qanaqadir muammo kelsa, bu muammo bekorga bermagan, meni kuchliroq qiladi deb o'sha fikrlashingizni o'zgartirsangiz, hamma bo'layotgan narsalar hayotingizda osonlashib ketaveradi. O'sha yengilroq o'tkazishga yordam beradi. O'shaning uchun negativ fikrlashdan ko'ra pozitiv fikrlash hayotda yashashga osonroq bo'ladi va ko'proq muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Keyingi gapni ko'ramiz. Muzikasini o'chirib qo'yaman ko'pida. Tak. It's not luck. Bu omad emas, it's called hard work. Bu o'sha kuchli mehnat deyiladi. Early mornings, ertalabki uyg'onishlar, late nights, kech uxlashlar, and sacrificing short-term thrills for long-term gains. Va qisqa muddatdagi lazzatlarni uzoq muddatdagi yutuqlarga almashishdan, voz kechishdan iboratdir deyapti. Boshqatdan to'lig'ib aytadigan bo'lsak, bu omad emas, bu hammasi og'ir mehnat, ertalab uyg'onishlar, kecha harakat, kechki uyqular va o'sha qisqa muddatdagi lazzatlarni uzoq muddatdagi maqsadlarga erishish yo'lidagi bo'lgan yo'l, voz kechishlar deb aytgan. Bu yoqda ko'p tekstni yonida yozib qoldirgan ekan. Ko'proq tushuntirib berishga harakat qilgan. Shu narsa intizom, bu asosiy tekstdan oladigan narsamiz, intizom haqidaligi. Ertalab uyg'onasiz, kechqurun uxlaysiz, yana turasiz, qaytarasiz, mehnat qilasiz, o'sha uzoqqa maqsadingizni qo'yib, o'shanga chalg'imasdan o'shanga ketaverishdagi yo'l. Keyingi gap o'qiymiz. It takes nothing to join the crowd. Ommaga qo'shilish hech nima sizdan talab qilmaydi, hech nima talab qilmaydi. Hammaga qo'shilib ketishingiz mumkin. But it takes everything to stand alone. Lekin bitta o'zingiz hamma narsaga qarshi chiqish yoki bitta o'zingiz to'g'ri deb bilgan yo'lda turishingiz bu hamma narsani talab qiladi sizdan deyapti. Kuchli gap, menga yoqdi. O'sha hamma ommani gapiga qo'shib, ha deb qo'shilib ketirish, hamma noto'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsa, unga qo'shilib ketirish. O'sha agar bu noto'g'ri deb kurashib boshlasangiz, atrofingizda hamma sizga o'sha 100 ta odam bo'lsa qarshi chiqib, ularga isbotlashingiz kerak, ularga kurash bo'ladi. Haqiqiy bitta o'zingiz o'sha haqiqiy yo'lni tanlab, to'g'ri yo'ldan ketish juda qiyin. O'sha narsani turish uchun siz hamma narsangizni berishingiz kerak deyapti. Lekin qolganlarga qo'shilib, o'sha yashab ketaverish, indamaslik bu oson deyapti. Ajralib chiqish har doim qiyin deyapti. Keyingi videoni ko'ramiz. Getting rich is a game. Boy bo'lish bu o'yin deyapti. Boy bo'lishga bo'lgan yo'l bu o'yin deyapti. It involves knowledge, strategy, foresight, patience and discipline. Boy bo'lishga bo'lgan yo'l bu o'yin va o'sha yo'lda sizga bilim, strategiya, uzoqni ko'ra bila olish, sabr va intizom talab qilinadi. Get good at playing the game. Shu o'yinni o'ynashda yaxshilanib bor, rivojlanib bor deyapti.
kuchli gap, endi chiroyli ma'noda, chiroyli gaplar bilan yozgan. Hayot bu o'yin. Bitta maktabimda o'qituvchimiz bor edi, matematika o'qituvchi har doim aytadi, hayotda o'yinga o'xshataman derdilar. O'sha hayot bu o'yin deyapti va boy bo'lish ham, muvaffaqiyatga erishish ham o'yin va o'sha o'yinda yutish uchun, o'sha oxirgi levelda yutishingiz uchun sizga har xil skilllarni o'rganishingiz kerak, qobiliyatlarni o'rganishingiz kerak. Bu bilim, bu strategiya tuzish, bu uzoqni ko'rib olish, sabr qilish va intizom qilib harakat qilish. O'sha o'yin o'ynashda har doim kuchayib, yangilanib, yangi urovlarni, yangi narsalarni o'rganib borasiz. Xuddi shunaqa hayotingizda ham o'sha qobiliyatlarni o'rganib, kuchaytirib, harakat qilib o'sha o'yinni yutishda harakat qiling deyapti. Kuchli, chiroyli gap. Nega yo'q? Keyingi videoni ko'ramiz. My father used to say deyapti. Otam har doim shunaqa derdi deyapti. Don't raise your voice, improve your argument. Otam aytardi deyapti. Do'shingni baland qilmagin deyapti. Baland qilishga shoshilmayman demoqchi bo'lyapti. Do'shingni baland qilish shart emas. Aytayotgan gapingni, isbotini, ma'nosini kuchaytirgin deyapti. Kuchli gap, o'sha ko'pchilik bir-biri bilan baqir-chaqir qilib, ustun qilib, o'zini to'g'riligini shallaqlik qilib isbotlashga harakat qiladi. Bu shart emas deyapti. Shunchaki bitta gap bilan urib qo'yadigan insonlar bor, o'sha gapirmasdan ham o'sha to'g'ri gapirayotganini isbotlab qo'yadigan insonlar bor. Shunaqa ma'noda. Endi bu hayotda gaplashishda yoki boshqa narsalarda kerak bo'ladigan narsa. Lekin kuchli, ikki og'iz bilan kuchli gap. Keyingi video, champions are not made in the gyms. Chempionlar zalda yasalmagan, zalda paydo bo'lmaydi. Champions are made from something they have deep inside them. Chempionlar ichida nimadir tub ichida nimadir borligidan yasaladi deyapti. A desire, a dream, a vision. Xohish, orzu va o'sha maqsadga bo'lgan ko'ra bilish, intilish, harakat deyapti. O'sha ichingizdan xohlasangiz, shunda chempion bo'lasiz deyapti. U faqatgina zalda chiqib yoki nimagadir chiqib, u sizni chempion qilib qo'ymaydi deyapti. Ich-ichingizdan nimadir xohlashingiz kerak deyapti. Keyingi gap ko'ramiz. You cannot win in life if you're losing in your mind. Hayotda yuta olmaysan deyapti, agar sen ongingda yutqizayotgan bo'lsang deyapti. Prioritize your mindset. Fikrlashingni, dunyoqarashingni har doim birinchi o'ringa qo'y, o'shanga e'tibor ber deyapti. Ikki og'iz bilan bu ham juda kuchli gap. Agar siz o'zingiz bilan kelisha olmaysiz, o'zingiz nima xohlayotganingizni, o'zga ichki dunyoyingizni bilmasdan, qo'lingizdan nima kelishi, nimani rostdan xohlayotganingizni bilmasdan o'zingizni aldab yurgan bo'lsangiz ham hayotdagi maqsadlaringiz, qo'yayotgan narsalaringiz o'xshamay qolaveradi. Sababi siz o'zingiz ichingizda hali urishingiz bor, o'zingiz ichingizda hali kelishmagansiz. Tashqi tarafga ham o'sha kelishmaganingiz uchun bu narsa ayon bo'ladi, bu narsa o'xshamaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda dunyoqarashingizni o'stirish, o'zingizni tushunish uchun bo'lgan texnikalar, har xil narsalar bor, o'shalarni o'rganib, o'sha narsani birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak. Dunyoqarash, fikrlash, xotirjamlik, nima xohlayotganlik narsalarni birinchi o'ringa qo'ygin deyapti. Keyin tashqi tarafdagi dunyo o'z go'zallashib boraveradi degan ma'no. Kuchli gap. Keyingisi. Hop. I once read a great saying. Bir marta juda chiroyli gapni o'qigandim deyapti. Enjoy the little things. Kichik narsalardan maza qil, rohatlan deyapti. For one day you will look back and realize they were the big things. Bir kun kelib, shu orqaga qaraganingda o'sha kichik narsalar qanchalik kattaligini tushunib yetasan deyapti. Cherish the moment. Har bir lahzadan maza qil, rohatlan deyapti. Zo'r narsa kichik narsalardan maza qilishni, shukr qilib yashashni, zo'r foydalanishni o'rganish kerak. Sababi ertani o'ylayverib, hozir maza qilishni ko'pchilik unutib qo'ygan deb o'ylayman. Ana pul yoki qanaqadir maqsad yoki nimadirga ana bu narsa bo'ladi deb yashashni esdan chiqarib qo'yadi. Va shunaqa momentlarda oddiy quyosh chiqsa, maza quyoshdan, yomg'ir yog'sa yomg'irdan maza qilish, shunaqa narsalarni his qilib, u kichik narsalardan lazzatlanishni o'rgatsang,
keyin orqaga qaraganingda o'sha kichik narsalar ham qanchalik kattaligi, qanchalik kerak narsaligini bilib afsuslanasan deb, o'shaning uchun kichik narsalardan maza qilishni o'rganadi. Maktab davrini misol qilib olsak bo'ladi, kollej davrini misol oddiy partalarda o'tirishni sog'inish, o'sha payt nima o'qimaganman yoki o'sha payt nima o'rtoqlarim bilan bormagan ekanman, kichkina darslarga yoki kichkina chiqishlarga, misol parklarga chiqish bo'lsa, qatnashmagan ekanman, pulni dardidan quvlab ishlaganman yoki o'qishni juda ko'p anaqa qilib, mana shu oddiy holatlarni eslab qololmagan ekanman, maza qilmagan ekanman deb afsuslanish mumkin. Boshqa narsalarda ham ko'p qo'llash mumkin. Menimcha yetadi. Video ham cho'zilib ketdi adashmasam. Keyingi qismini yana bitta bo'lim qilib chiqarib gaplashsak bo'ladi. Video yoqdi degan umiddaman, foydali ma'lumotlar oldinglar degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.